Obid, bugun 60 gradus issiq bo'layapti ekan. Yur, ozgina salqinda dam olamiz. Yo, rahmat. Men uydagilarga konditsioner olib beraman deb va'da qildim. Men ishlayman. Yana oshmi? Voy, go'shkammi? Men ham yeyman. Och qoringa lapshi ham zo'r ketadi, ha? Men krossovkani qorasidan xohladim. Men buni kiymayman. Ey! Shuncha ishlayapsan, yaqinda oyog'ingda tushib qoladi, yangi olsang-chi. Ay, yo'q, shuna chetini kililab olsam, yangidek bo'ladi. Bolam, sening to'yim tezlashib ketdi. Bu yil kelmasdan keyingi yil kela qolgin. Ha, xo'p. Hech kim o'zing yaxshimisan demadi. Dadamni musofir bo'lib tushundim. Yana girjanga dori olmay hamma pulni uyiga jo'natdingmi? Erkakni kim tushunadi? Erkak o'lmasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Umri chet ellarda sovrilib, oxir oilam deb o'zini qurbon qilar musofir.